Buxoroga keldim. Endi qayerdan kiyinsam bo'larkan-a? Vau, Aura. Vau, kattaligini qaranglar. Voy, o'rtoqlar. Do'konni aylanib charchab qoldim to'g'risi. Avion kattaligidan. Voy, tam olib ketibdi. Ayollarning hurmati yo'q deysizlar. Joyiga qarasanglar-chi kattaligini. Hammasi ayollarning kiyim joylashtirilgan. Даже bizanikidan ham ko'p-ko'plarni kiyman. Voy, qachon aylanib bo'laman mana bu. Butga faqat o'zim emas. Kichkina jiyanlarimni, bolalarimni ham olib kelsam bo'lar ekan lekin. Jigar, butga kelib men hayratda qolaman deb o'ylamadim. Oyoq kiyim assortimentlarini ko'rib. Ranglarini qarasanglar-chi. Aura do'koni faqatgina kiyim-kechak bilan cheklanmagan o'rtoqlar. Uyinglardagi jihozlarni ham o'z maromiga qo'yib joylashtirsanglar bo'ladi. U uchun Aura do'koniga tashrif buyurishinglar kerak o'rtoqlar. Unda tezroq shoshilinglar o'rtoqlar. Skidkalardan, chegirmalardan bahramand bo'linglar. Ha aytgancha o'rtoqlar. Buxoroda Aura oilaviy kiyimlar do'konini ikkita filiali bor ekan. Birinchi filial 5-mikrorayon orbitani shundoqqina oldida. Ikkinchisi Rudizar to'yxonasida shundoqqina ro'parasida joylashgan. Kamerani kutamiz, charchamanglar.